O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Amonovich Mirziyoyevga murojaatnoma. Biz Buxoro shahar Gulshan mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik ko'chasi 56/3 uyda yashovchi fuqarolar murojaat qilmoqdamizki, ko'p qavatli bino oldida joylashgan bolalar o'ynaydigan maydoncha yerini fuqaro F qurilish MChJ amaldorlari go'yoki 2017-yil 12-iyundagi Buxoro shahar hokimining 819-sonli qaroriga asosan qurilish qilish uchun fuqarolarning noroziligiga qaramasdan bolalar maydonchasini asossiz ravishda buzib tashlab, qurilish maydonini devor bilan o'rab olishdi. Bizga ma'lum bo'lishicha, shahar hokimining 814-sonli qarori soxta bo'lib, hozirgi kungacha uning asl nusxasi topib berisholmadi. Ikkinchidan, mazkur qurilish olib boriladigan bolalar maydonchasi shaharsozlik normalari va qizil chiziq talablariga mutlaqo mos kelmaydi. Shuningdek, shu hududda istiqomat qiladigan fuqarolar roziligi olinmagan. Uchinchidan, hududdagi mazkur bolalar maydonchasi va yashil zona bu aholining ijtimoiy infrastrukturasi hisoblanadi. Ushbu hududda kapital bino qurilishini shaharsozlik normalari va qoidalari talablariga qarama-qarshidir. Xususan, ko'p qavatli uylar orasidagi masofa saqlanishi shartli belgilangan. To'rtinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi 6246 sonli farmoniga ko'p qavatli uylar orasidagi bo'sh yer maydonchalarida yangi binolar qurish qat'iyan man etilganligi belgilangan bo'lib, bizning holatda bolalar maydonchasi ortida bino qurilishi ushbu farmon talablarini qo'pol ravishda buzish deb qaraladi. Shuningdek, shaharsozlik kodeksini 10-moddasiga ko'ra fuqarolar o'z yashash hududlaridagi shaharsozlik faoliyati to'g'risidagi axborot olish va unga ishtirok etish huquqiga ega bo'lsalarda, shahar hokimining 2017-yildagi 9 yil oldingi chiqarilgan qaroridan mutlaqo bexabardirlar. Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, bolalar maydonchasi o'rniga ko'p qavatli uylar orasidan qurilayotgan qurilishni to'xtatishga hamda bolalar o'yingohini oldingi holatiga tiklab qo'yilishiga qonuniy asosda amaliy yordam ko'rsatishingizni iltimos qilib so'raymiz. Iltimos qilamiz. Bolalarimizga o'ynashga joy yo'q.